Spirtlar nomlanishiga o'tdik. Quyidagi spirtni sistematik nomenklatura bo'yicha nomlang deyilgan. Eng avvalo OH guruh bor joyni aniqlab olamiz va mana shu tomondan uglerod zanjirini yaqin tomonidan raqamlaymiz. 1, 2, 3, 4. Dastlab radikallar nomlanishi kerak, undan keyin asosiy zanjirda nomi qo'yilishi kerak bo'ladi. Shunda hozir aynan 3-uglerodda metil radikali bo'lganligi uchun 3 metil, boshqa radikal bo'lmaganligi uchun butan, ol qo'shimchasini qo'shamiz OH borligi uchun va aynan 2-uglerodda gidroksid guruh joylashgani uchun 2 raqamini qo'yamiz. 3 metil butanol varianti S javobda mavjud. Quyidagi spirtni sistematik nomenklatura bo'yicha nomlang. Ya'ni OH guruh yaqin tomondan raqamlanishi kerak uglerod zanjiri, eng uzun zanjir tanlaymiz. Ya'ni mana bu holatga ketadi bu. Ana shu uglerod zanjirini OH yaqin tomondan raqamlanadigan bo'lsa, bu uglerod 1, 2, 3, 4, 5 holatda raqamlanadi. Va spirtni nomlash uchun dastlab radikallar, so'ng uzun zanjir va OH oxirida qo'yib ketilishi kerak. Ikkinchi uglerodda metil radikali bor, ya'ni bu. Uchinchi uglerodda ikkita radikal bo'lgani uchun 3 radikaliga raqam qo'ydik va to'rtinchi uglerodda ham bitta metil radikali bor. Jami metil radikallar soni 4 ta bo'lgani uchun tetra metil, asosiy zanjirda pentan, ol qo'shimchasi spirt borligini bildiradi va OH guruhi aynan 2-uglerodda joylashgani uchun pentanol 2 javob bo'ladi. 2, 3, 3, 4, pentanol 2, tetrametil pentanol 2 davron javobida mavjud. Navbatdagi savol, uchinchisi, ushbu spirtni sistematik nomenklatura bo'yicha nomlang. Ya'ni OH yaqin tomondan raqamlansa 1, 2, 3, 4-da OH bor, 1, 2, 3, 4-da OH bor. Bu joyda radikal ko'p tarmoqlangan tomondan ketish kerak. Ahamiyatsiz ekan, ya'ni radikallar soni 3-da radikal bor, bu tomonda ham 3-da radikal joylashgan. Demak, raqamlash bu joyda farqsiz bo'lib qoladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asosiy zanjirdan tashqari 3, 4 va 5-uglerodlarda metil radikali joylashgani uchun 3, 4, 5, 3 ta metil deyishimiz uchun 3 metil deb nomlaymiz va asosiy zanjirimiz geptan. Spirt bo'lgani uchun buni geptan ol deb nomlaymiz va 4-uglerod tartib raqamida OH guruh bor. Geptanol 4 varianti to'g'ri bo'ladi. 3, 4, 5 variant barchasi bir xil. 3 metil geptanol 3. 3 metil geptanol 3. S javobda bor ekan bu. 4-savol. Ya'ni sistematik nomenklatura bo'yicha yana nomlang deyilgan. Bu joyda gidroksid guruhi yaqin tomondan zanjirda raqamlab borish kerak, ya'ni quyidagi tartibda raqamlasa bo'laveradi. Ya'ni bu uglerod raqami 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asosiy zanjirdan tashqari bitta metil radikali bor, 2 ta, 3 ta, 4 ta metil radikali bor. Va u 2-uglerodda joylashgan bunisi. 3-uglerodda ham metil radikali bor. 4-da hamda 5-da ham metil radikali bo'lganligi uchun tetra metil va asosiy zanjirimiz 6 ta geksan, ol qo'shimchasi spirtligini bildiradi va geksanol 3 varianti to'g'ri bo'ladi. 3 metil geksanol 3, 2, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 3 metil geksanol 3 javobimiz A variantda bor ekan. 5-savolda quyidagi spirtni sistematik nomenklatura bo'yicha nomlang. Undan oldin spirtni strukturasini yozib olishimiz kerak ekan. CH uglerodda 2 ta metil joylashgan ekan. CH3
CH3. Bu qavs ichidagi uglerodlar. Undan keyin yana CH. Bir tomonda metil radikali bor. CH2OH. Ikkinchi tomonda CH2 CH3. Endi bu joydagi uzun zanjir OH boridan boshlanadi va radikal ko'p tarmoqlangan tomonga davom etadi. Agar uglerodlar soni teng kelib qolsa, 1 2 3 4 1 2 3 4. Zanjir OH yaqin tomondan raqamlanadi. 1 2 3 4. Endi radikallar nomlansin. 3 metil 2 etil va uzun zanjirimiz butan. Spirt bo'lgani uchun butan ol qo'shimchasini qo'shamiz va bir raqamini qo'yamiz. Birinchi uglerodda OH guruhi joylashgan. 3 metil 2 etil butanol 1. Bahrom javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. Ushbu spirtni sistematik nomenklatura bo'yicha nomlang. Spirtdan oldin grafik formulasini tuzib olamiz. 1 2 3 ta uglerodni ketma-ket yozish kerak. 1 2 3. Aynan 3-uglerodda OH joylashgan bo'lib, 4-inchisi yana CH3 holatda. Bu uglerodimiz CH, bu uglerod ham CH, bunisi CH2. Uglerod atomlar soni 4 valentlik bo'lishi uchun bu joyga bitta qo'shbog' qo'yamiz. Xo'p, shunda qo'shbog' yaqin tomondan ketilishi kerak. OH yaqin tomondan ketilsa 1 2 3 4. Shunda buten 3 ol 2 nomi to'g'ri bo'ladi. Buten 3 ol 2. Quyidagi spirtni nomlang deb qo'yilgan. CH3 dan 2 ta bor ekan. 1 2 va u aynan bitta C uglerodga bog'langan. Va qo'shbog' orqali CH ga bog'lanib CH2 CH2 hop OH bo'lsin. OH yaqin tomondan raqamlanadigan bo'lsa, uzun zanjir baribir bu holatda olinadi. Shunda 1 2 3 4 5. 4 metil penten 3 ol 1 nomi bilan nomlansin. 4 metil penten 3 ol 1. To'g'ri javobimiz Davron bo'ladi.